Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilar. Komatsu 210 sizlarga tayyor ishga tayyor ekskavator topib qo'ydik. Xudo xolasa, hurmatli kuzatuvchilar, strelalarda umuman muammo yo'q. Palis butulkalari polni qilingan, tayyor holatda ishdan chiqib shu yerga kelib to'xtagan. Akalarimizga pul zaril bo'lganligi uchun akalarimiz buni sotib olishyapti. Kelinglar, videoni boshidan narx-navosini aytib ketadigan bo'lsak, 55 ming dollar kami bor aytishyapti. Xudo xolasa, motorlarida, nasoslarida, asosiysi akkumulyatorlarni yangi qilib qo'yilgan, tayyor soz holatda olib borib foydalanadigan joyi. Xo'p, Jasurbek, siz aytmoqchisizki, bu tepadagi polni nimalari bor-ku? Palis butulkalari hammasi qilingan. Strellarda umuman yorug' yo'q. Xudo xolasa, ishga tayyor holatda. Xo'p, yillariga keladigan bo'lsak, yillari 2016-yil ekan, xudo xolasa. Xo'p, to'loviga keladigan bo'lsak, akalar 20 oy rastorojkasi qolgan ekan. Dadalardan ham so'radik. 20 oy rastorojkasi qolgan deyilyapti. Xudo xolasa, umuman foizsiz chiqar ekan buni. Misol uchun bu texnikalar bir kunda hech bo'lmaganda 15 million topadi. O'zim oddiy kichkintoyni ishlatuvdim, bir kunda 5 milliondan oshiq, ya'ni daromad topdi. Bu endi katta texnikani ishlatadiganlar o'zi biladi. Kelinglar, sizlarga motor tepadan motorlarni ham ko'rsatib o'taylik. Xudo xolasa, hozir yurgizib akamiz polni tekshirib ham beraveradilar, hamma yo'g'ini. Mana xo'p. Motorlari ham hech qanaqa muammosi yo'q. Moy rasod qilmaydi, Jasurbek? Moy rasod qilmaydi, hamma yo'g'i joyida. Mana bu joyda bitta kattakon turbina ham joylashtirilgan ekan akalar ularda. Xullas, radiatorlari ham hamma yo'g'i joy-joyida. Xo'p. Mana nasoslari bo'ladi. Asosiy, misol uchun ekskavatorda yuragi hisoblanadi, to'g'rimi? Mana shu nasoslari ham umuman kulish tegmagan. Yangi. Xudo xolasa. Hamma yo'g'i joyida. Hozir yurgazib ko'rsatamiz imkon darajada. Endi nima deydi? Sizlarga tepadan turib bu holatlarni ham ko'rsatib o'tayotgan sababi, ko'pchilik uzoq joydan ko'rishi mumkin. Shuning uchun motor qismlarini ham polni tepadan ko'rsatib o'tyapmiz. Bitta yurgizib ko'rsatasizmi, Jasurbek? Bitta yurgizib ko'rsating. Hozir tepa holatlarda ham mana ko'rib turibsizlar. Muammoli joyi yo'q. Olib borib bemalol foydalanaverasizlar. Manzilga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati Mingbuloq tumanida joylashgan ekskavatorimiz. Xudo xolasa. Xo'p, akalar, mana akkumulyatorlarni ham hozir bitta ko'rsatamiz. Ikkita akkumulyator yangi holatda. Mana. Tayyor. Bitta qo'shasizmi? Bitta qo'shingchi. Xolasa ko'rib turibsizlar. Yurmagan tayyor holatda, motor holatlarini ham ko'rib turibsizlar. Bitta ko'rsatasizmi deb ko'rasizmi? Bu traktor salgam 2 oydan beri turibdi ekan. O'zlariga akalarimizga ozgina pul kerak bo'lganligi uchun. Xudo xolasa mana ishlashlari ham hamma yo'q joyida. Xo'p. Muammosi yo'q. Biz syomkamizga mana shu jonzot xalaqit beryapti. Xo'p. Akalar. Ishlashlarini ham ko'rsatib o'taylik dedik. Bo'ldi. Ko'chiravering, o'zi mabodo oladiganlar kelib ko'rib, bemalol o'zlaring tekshirib olaverasizlar, xudo xolasa. Chunki ishlatadigan o'zlaring-ku. Hoji aka bemalol kelib olib ketaverasiz. Hamma yo'g'i joy-joyida soz holatda ekskavator qidirgan akalarimizga ishlab turishlarini ham ko'ryapsizlarmi? Sanaydi. Xo'p, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz. Imkon darajada sizlarga nima deydi? Foydali ma'lumot deb o'ylayman. Ko'pchilik ekskavator qidirayotgan bo'lsa, mana siz uchun tayyor, ishga tayyor ekskavator. Ya'ni Komatsu 210 degan ekan, xudo xolasa. O'shlari ham bir ko'p, juda ham zo'r. Xullas, hammaga rahmat. O'tkazgan vaqtlaringiz rozi bo'lib qo'yasizlar. Hurmatli akalar, xo'p. Salon holatlarini ham sekin ko'rsatamiz. Shu holatda, xullas, bu bo'y joyda turganligi uchun mana bir oy ichida mana qilib ketibdi. Chang bo'lib ketibdi. O'zingiz bitta tozalab olasizda. Xudo xolasa, hamma yo'g'i joyida.
Kabinkalari ham zo'r ekan, xudo xolasa. Bemalol kelib ko'rib olsalaring bo'laveradi. Xullas, oladigan joyi. Endi asosiy joylariga aytib qo'ydim. Stirelalarda umuman yoriq yo'q, motorida muammo yo'q. Shu maslining nasoslarida, enshelarida umuman muammo yo'q. Ikkita boyovoy akkumulyator yangi qo'yilgan. Benzin nasoslarida ham umuman muammo yo'q. Yana qanaqa muammosi bo'lishi mumkin? Kommentariyada o'z fikrlaringni qoldirasizlar. Bu traktorda xullas bemalol olib borib maza qilib foydalanadigan joyi. Xullas. Ha? Katta bashmakli botli. Katta bashmakli? Asli bularni ham ayting-da menga. Men narigilarda emas, bashmak katta 50. 50, Usuvali botib ketadiganlari bor-ku. Unaqadan emas. Juda zo'r. Xullas, qiziq bo'lsa kelaverasizlar, bemalol ko'rib foydalanadigan joyi.